Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz PostgreSQLda partition, ma'lumotlar bazasini samarali bloklarga bo'lish strategiyasi, bo'lib tashla va hukmronlik qil. Partition nima va nega kerak? Partition bu bitta katta jadvalni bir nechta fizik bloklarga bo'lish texnikasi. Har bir blok mustaqil ravishda saqlanadi, lekin foydalanuvchi uchun yagona jadval ko'rinadi. PostgreSQLda partitionga hayotiy misol, ya'ni men tajribamda bo'lib o'tgan misol, user tizimi bor edi bizda. User tizimga kirgan vaqtida umumiy qanday harakat qilganligi haqidagi ma'lumotlarni yozib borar edik, log qilib. Ya'ni qaysi pejga kirdi, qanaqa request jo'natdi, query parametrida nimalar bor edi va qanaqa response HTTP statusli kod oldi, o'sha narsalar yozib borilar edi va vaqt o'tishi bilan bu ma'lumotlar yozish qiyinlashib bordi. Biz keyin u ma'lumotlarni har bir soatda Kafkaga ma'lumotlar yoziladi va Kafka orqali biz uni har bir soatda yozib turar edik. Ya'ni yozish qiyinlashib borgandan so'ng. Va undan keyingi muammo bizda o'sha loglarni ko'rish juda katta tablitsa bo'lganligi uchun unda countlarni olish, ya'ni per page countlarni olish juda qiyinlashib bordi va keyin biz uni infinite scrollga o'tkazdik. Ya'ni eng oxirgi 20 ta request ko'radi va show more qilib turib keyingi 20 tani ko'rishga harakat qiladi. Shunday ketma-ketlikda ketaveradi. Bu bilan muammo qisman yechilganday bo'ldi. Keyinchalik o'sha 20 tani olish ham sekinlashib bordi. Ya'ni katta tablitsa bo'lgandan keyin uni o'qib olish sekinroq bo'la boshladi. Biz uni partitionlarga bo'lishga harakat qildik. Ya'ni har oy range partition bilan yangi tablitsa so'zlar qilinib, created bo'yicha partition qilinib ketilardi va bu bizning query'mizda 10 barobardan ko'proq tezlashtirishdi va userga bu ma'lumotlar tezroq ko'rina boshladi. Bizga o'zi nima beradi partition? Boya aytib o'tgandek, query'ning tezligi, ma'lumotlarni tez o'chirish, ma'lumotlarni arxivlashni, parallel querying va kichik indeks. Kichik indeks nima degani? Bu sizda tasavvur qiling, 10 millionlik row bor, 10 million 100 millionta rowli jadvalingiz bor, unga indeksatsiya qilishingiz. Bu juda katta muammo va sekin ishlaydi. O'shani 10 ta bo'lakka bo'lib tashlasangiz, har biri uchun alohida indeks ishlaydi va tezroq request qaytaradi. Xo'p, backup va restore tezroq ishlaydi, chunki har jadval alohida bo'lak bo'lgandan keyin undan backup olish va restore qilish tez. Partitionning turlarini ko'rib chiqamiz. Partitionning turlari bu range partition, list partition, hash partition va sub partition. Range partitionga misollar ma'lumotlarni sanalar bo'yicha yoki ID oraliklar bo'yicha bo'lish ko'proq ishlatiladi. Biz sanatlar bo'yicha range qilganmiz. Log tablitsani create qilinadi. List partitionga aniq qiymatlarni ro'yxat asosida bo'ladi. Bularga kategoriya, mintaqalar uchun ideal usul. Masalan, davlatlar, statuslar, kategoriyalar va mintaqalar bo'yicha ajratishga. Hash partition bu hash funksiyasi orqali ma'lumotlarni bir tekis taqsimlaydi. Yukni ya'ni yukni bir xil balansda taqsimlashga yordam beradi. Subpartition bu tepadagi 3 ta partition bilan qilish mumkin. Partition ichida yana partition. Masalan, siz userlar tablitsasini region bo'yicha partition qildingiz. Har bitta region bo'yicha partition qilgan tablitsani yana sana bo'yicha partition qildingiz. Birinchi list partition uni ichida yana range partition qildingiz. Bu subpartition bo'ladi. Xo'p, range partitionga misol, boya aytib o'tganimdek, request log partition, ya'ni biz requestlarni loglarini partition qildik va create bo'yicha har bir oyda partition qilingan. Bu joyda hozir birinchi ota tablitsa yaratiladi va ota tablitsaga aytiladi qaysi kolumn bo'yicha bo'laklarga bo'lishdi. Va unda bola tablitsalar sazat qilinadi. Bola tablitsalarga aytiladi qaysi ma'lumotlarni saqlash kerakligini.
Bu joyda hozir bola tablitsaga rangeda qanday kiradi? Birinchisi from to'rtburchak qavs, ya'ni 2025-01-01 bo'lgan qiymatlarni ham saqlaydi. To 2025-02-01, ya'ni bu ikkinchi oyning 01-01 kunigacha, lekin u sana kirmaydi. Shunda birinchi oyning 31 kunigacha bo'ladi. Bu range qo'yishning plus taraflari, ya'ni birinchi taraf start tarafi to'rtburchak qavs, end tarafi yumaloq qavs, ya'ni siz o'sha oy qachon tugashi kerakligini aytishingiz shart emas. Keyingi oyning boshidagi kunni qo'ysangiz yetarli. O'sha oydagi zapislar yo'qolmaydi shunda. Va eng oxirida log request partitionga default qo'yilgan. Bu default nima uchun? Tasavvur qiling, applicationda shunaqa holat bo'ldi, o'tib ketdi ma'lumotlar va siz partitionga bo'lmagan tablitsangiz default tablitsaga tushadi. Umumiy select qilish uchun range tablitsadan created at bo'yicha filtr qo'ydik va filtrda faqat 2025-yil 10-oylik ma'lumotlarni olishga harakat qilyapmiz va bu joyda umumiy request log partition tablitsadan faqat 1 oylik ma'lumotlar qaytaradi va request logs partition 2025-10 tablitsadan o'qishga harakat qiladi. Analiz qilib ko'rsangiz, ya'ni bu bir necha barobar tezroq ishlaydi. Partition qilishdagi eng katta xatolardan biri bu vary'da shartda qo'yilmaydigan kolonnalar bo'yicha partition qilinsa, select звездочка from deb turib tablitsa yozilgan vaqtida juda sekin ishlaydi, anti partition bo'ladi. Bu holat partition qilinmagan tablitsadagi berilayotgan requestdan ham sekin ishlab qolishi mumkin, chunki siz u tablitsani partition bo'lib tashlagansiz, hamma tablitsalarni yig'ib kelishga vaqt ketadi. Qaysidir tablitsani boshqa diskga yozgan bo'lishingiz mumkin, masalan. Shuning uchun partitionda to'g'ri ishlatish tavsiya etiladi, vary'da qo'yiladigan kolonnalar bo'yicha. List partition bu boya aytib o'tilgandek aniq bir qiymatlarga taalluqli bo'lgan qiymatlarni qaysidir tablitsalarga yozadi. Bu joyda hozir sales tablitsasi yaratilgan va sales tablitsasi region bo'yicha partition qilingan. Sales Asia tablitsa yaratilgan, bola tablitsa bularga teng bo'lgan qiymatlari, ya'ni region teng bo'lsa uz, kz, kg, tj bo'lsa sales Asiaga va hokazo sales Yevropa yoki other tablitsaga tushadi. Ya'ni bu default tablitsa. Umumiy hash partition by hash deb e'lon qilinadi va user bu yerda kolumn aytiladi. User ID bo'yicha hash partition qilish kerak va siz nechta bo'lakka bo'layotganingizni aytishingiz kerak. Bu joyda hozir 4 ta bo'lakka bo'lyapmiz va ularni user IDni hash qiymatini to'g'ri bo'lgandagi qiymat 0 chiqsa, users p0 tablitsasiga yoz deb aytyapmiz. Va buni 4 ta bo'lakka yozish kerak, 0 dan 3 gacha va o'zi user IDning qiymatlariga qarab teng to'rtga bo'lishga harakat qiladi. Umumiy hash partition ishlashi pastda tushuntirilgan. Hash 1% to'rtga bo'lganda 0 chiqadi. Hash funksiya Postgresning versiyasiga qarab o'zgarishi mumkin. Hash qanday hash hisob-kitob chiqarishi. Xo'p, subpartitionlar. Subpartitionga misol person jadvali sozdad qilingan va person jadvali region bo'yicha list partition qilingan. Har bitta bola tablitsalarda partition range bo'yicha yaratilgan va ularga ham bola tablitsa person Asia 2022 tablitsasi yaratilib, ularga qaysi rangelar kirishi yozilgan, ya'ni yilma-yil har bittasi partition qilib chiqilgan. Xo'p, bizga umumiy partition qilish nima beradi va foyda va kamchiliklar. Birinchi, bizning querylarimiz tezlashadi. Agar to'g'ri partition qilingan bo'lsa, ma'lumotlarni tez o'chirishimiz mumkin, disklarni moslashimiz mumkin, ya'ni boshqa diskga yozishimiz, ya'ni o'zi diskga yozish qimmat turadi, ya'ni disk tez ishlaydigan disklar, SSDlar. Siz unga keraksiz ma'lumotlarni yozib yurishingiz bu katta xato hisoblanadi.
u ma'lumotlarni, ya'ni ishlatilmaydigan ma'lumotlar, 2 yil oldingi order ma'lumotlarini saqlab yurishingiz bu kerak bo'lmasligi mumkin. U ma'lumotlarni HDDga saqlab, hozir aktualniy har kuni ishlatilgan ma'lumotlarni SSDga saqlashingiz mumkin. Parallelniy query Postgres parallel workerlarga bo'lib ishlaydi. Arxivlash, eski ma'lumotlarni zaxira diskiga o'tkazish, attach qilish mumkin. Kichik indeksatsiya qiladi. Kichik indeks bu kichik query va arzon RAM sarfi. Kamchiliklari: har bitta tablitsada primary key qo'yilsa, primary key virgul partition bo'layotgan kolumna bo'lishi shart. Foraging key imkoniyati yo'q. Boshqa tablitsalar bilan foraging key qilib bo'lmaydi. Qo'shimcha konfiguratsiya, monitoring bilimlarini talab qiladi. Har bitta tablitsalarni kuzatib yurish kerak. Insert update ozroq sekin bo'ladi. O'zi qanaqa ishlaydi? Master ota tablitsaga ma'lumot yozishga harakat qilayotgan vaqtida u yerda logic control bor. Ya'ni ota tablitsa hech narsani saqlamaydi, u bollarda saqlaydi. Ota tablitsaga kelgan ma'lumotni logic control oladi va qaysi bolasiga saqlash kerakligini aytadi. O'sha vaqtda sal sekinroq bo'lishi mumkin. Unique key cheklovi bor. Unique key faqat partition tablitsaning ichida ishlaydi. Partition key bilan ishlaydi, ya'ni. Noto'g'ri partition strategiya sizga ko'proq zarar berishi mumkin. Ya'ni siz very ishlatilmaydigan yoki qanaqadir noto'g'ri partition qildingiz, bu sizni partition qilmasingizdan oldingi darab yomon holatga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri partition qilish kerak. Partitionni boya aytib o'tganimdek, qaysidir diskga saqlash, ya'ni tez ishlaydigan ma'lumotlarni, hozir aktual bo'lgan ma'lumotlarni SSDga, eski ma'lumotlarni HDDga saqlash bo'yicha bu yerda skriptlar keltirilgan. Partitionni o'chirish bu juda tez. Masalan, drop table yoki truncate deb turib tablitsani aytsangiz, umumiy ma'lumotlar o'chib ketadi. Ma'lumotlarni qaytarish, attach, detach qiymatlar bor. O'zgartirish SQL'lar qo'shilgan bu joyda. Xo'p, endi o'sha ya'ni biz range, ya'ni date bilan ishlaydigan range partitionni ko'rib chiqdik. O'shalar biz tasavvur qiling, har doim siz yangi oy uchun, yangi yil uchun yangi partition tablitsa sazdat qilib borishingiz kerak bo'ladi unday holatda. Yoki sazdat qilib qo'yishingiz kerak oldindan, nechadir yillikini. Bunday qilmaslik uchun TimeSQL DB bor. TimeSQL DB bu avtomatik vaqt bo'yicha o'zi chang qiladi va sizni backgroundda o'shanaqa tablitsa yaratilib o'zi avtomatlashtiradi. Buning juda ko'p funksiyalari bor, aggregate funksiyalari bor. Extensionda ma'lumotlarni kompress qilish mumkin, 90-95% gacha diskda tejash mumkin. Buning uchun alohida PostgreSQL ga extension o'rnatiladi va tablitsa oddiy sazdat qilinadi va undan so'ng uni tablitsani hypertable deb turib, qaysi poyla bo'yicha chang qilish kerakligi aytiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, partition bu uni turlari, ya'ni range, list, hash 3 ta usuli bor ekan. Unda million qatorli jadvallarni kichik bo'laklarga ajratish mumkin ekan, yoki subpartition bilan undan ham kichik guruhlarga ajratish mumkin. Partitionda very bo'yicha shart kerakli bo'laklarda ishlatilsa, bu juda ham katta queryning tezligini beradi. Alohida disklarga yozishimiz bu bizga drop tablitsa qilishimiz yoki truncate qilishimizga juda katta tezlik beradi va bu bilan ko'proq ma'lumotlar tezroq ishlashimizga yordam beradi. Endi kamchiliklari: foraging key yo'qligi, private key cheklovligi, ya'ni private key faqat ID qo'ya olmaysiz, partition key bo'yicha ham qo'yishingiz kerak. TimeSQL DB avtomatik chunking qiladi, 90% ma'lumotlarni compare qiladi. TimeSQL DB ni qachon ishlatish kerak? Sizning ma'lumotlaringiz range partition bo'ladigan bo'lsa va sana bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, TimeSQL DB ishlatsangiz, bu sizga katta imkoniyatlar beradi. Xo'p, link berilgan bu joyda. Linkda umumiy partition bo'yicha querylar bor Postgres uchun. Ishlatishingiz mumkin. Hozir umumiy eksperiment qilib ishlatib ko'ramiz.
Xo'p, umumiy partitionning orqaga qaytamiz. Xo'p, birinchi o'rinda list partitionni ko'rib chiqamiz. Umumiy list partition qanday ishlaydi? Sales tablitsa yaratilyapti va sales tablitsaga region bo'yicha partition qilish aytilyapti va master tablitsaga shogird tablitsalar yaratilyapti. Shogird tablitsalarga qaysi qiymat qabul qilinishi aytilyapti. Ikkita tablitsa bor, Sales Asia va Sales Europa. Bu qiymatlarni qabul qiladi. Agar bu qiymatlarga teng bo'lmaydigan bo'lsa, Sales Asia tablitsasi ozod qilinyapti. Tablitsa avval yaratilgan edi. O'shaning uchun tablitsani ochib turamiz. Drop table sales deb turib. Hop, sales tablitsa bizda yaratildi. Umumiy va unda 3 ta partition tablitsa bor. Master tablitsani ochsak, ichkarida ma'lumotlari yo'q. Hozircha ma'lumotlar qo'shib ko'ramiz. Ma'lumotlar qo'shib ko'rdik. Umumiy sales tablitsa, ya'ni master tablitsada 3 ta zapis bor. Umumiy har bitta ichkari partition bo'lgan tablitsada bittadan zapis bor. Endi biz select sales desak, uchta zapis qaytaradi bizga. Ya'ni bu dasturchi tomonidan hech qanaqa, ya'ni application tarafdan hech narsa o'zgartirish shart emas. Endi bunga shart qo'yib ko'ramiz. Vary region teng uz deb. Hop, region uzga teng bo'lganlarni olsa bitta. Endi buni explain analiz qilib ko'ramiz. Explain analiz qilgan vaqtimizda ko'rsangiz, faqat bizda Sales Asia tablitsasida ma'lumotlarni o'qib kelyapti. Agar vary qo'ymasak biz umumiy 4 ta tablitsa, 3 ta tablitsani ham o'qishga harakat qilyapti. 3 ta tablitsa ham ma'lumotlarni olib ko'rsatyapti. Partitionda vary qo'ymasangiz, o'sha hamma tablitsalarni o'qishga va ulardan ma'lumotlar yig'ib kelib sizga ko'rsatishga harakat qiladi. Eski yaratilgan tablitsalarni o'chirib tashlaymiz. Endi hash tablitsa bo'yicha, hash partition bo'yicha ko'rib chiqamiz. Hash partition bo'yicha user tablitsa yaratilyapti va user tablitsada user ID bo'yicha hash qilinyapti. Bu 4 ta bo'lakka bo'linmoqda va 4 ga bo'lgandagi o'sha user IDning qiymatini hash chiqqanda, uni 4 ga bo'lgandagi qiymat 0 ga teng bo'lsa, users 0 ga yoziladi. Umumiy shu tablitsani ishlatib ko'ramiz querylarda. Ishladi. Bizda user tablitsa paydo bo'ldi. Hozircha ma'lumotlar yo'q. Unga ma'lumotlar qo'shib ko'ramiz. User tablitsaga ma'lumotlar qo'shib ko'rdik. Master tablitsada 4 ta row bor. Endi bular qanday, ya'ni qaysi partitionga tushish kerakligini qanday aniqlayapti, o'shani ko'rib chiqamiz. Ya'ni user ID 1 bo'lgan vaqtida hash Postgres versiyasiga qarab turib o'sha hash funksiyani ishlatishni o'zi hal qiladi. User ID 1 ning hashini 4 ga bo'lgandagi holda 0 ga teng bo'lsa, demak 0-chi partitionga tushyapti. Mana rename 0 ga yoki bo'lmasa 2 niki rename 2 ga, shunday va hokazo ma'lumotlar tushmoqda. Umumiy boshqa insert qilib ko'rsak, masalan, user ID 10 degan zapis insert qilib ko'rsak, va buni ko'rish uchun 10 demak rename 3 ga tushdi. 3-chi partitionga tushdi. Joyga tushdi. Va buni ham explain analiz qilib ko'rsak, umumiy qaysi tablitsalardan o'qiyotganligini ko'rishimiz mumkin. Faqat user ID bo'yicha filtr qo'yishimiz kerak. User ID teng 10 desak, demak bizga bitta zapis qaytarish kerak.
va uni qaysi tablitsadan o'qiyotganini explain analiz qilib ko'ramiz. Ko'rdik. Demak, bu usersp 3 dan o'qiyapti, ya'ni bu tablitsadan. Umumiy hash partition shunday hisob kitob qilinadi. Range partitionga misol. Hozircha range partition yaratilgan edi, ama request log partitions shunday tablitsa yaratilgan va create date bo'yicha range qilingan. Har bir oy uchun child tablitsalar yaratilgan, bola tablitsalar. Ular har bir oy uchun bo'lib chiqilgan. Umumiy request log 13 ta tablitsa bor default bilan, 1 yillik tablitsalar. Bunda hozir 50 milliontadan zapis bor ikkalasida. Umumiy bunda request logda partition qilinmagan, request log partitionda partition qilingan. Hozir bunda partition qilingan va partition qilmagan tablitsalarda umumiy ishlatib ko'ramiz, qanday seziladi ma'lumotlar olish tezligi. Shart qo'yamiz. Very created at katta yoki teng 2025-yil, masalan 2025-yil oktyabr oyini olib ko'raylik. To'g'ri ketib qoldi. Umumiy bir oylik requestlarning countini sanab ko'ramiz. — 7 sekundda bizga ma'lumotlar chiqarib berdi. Bu joyda 4.165.000 ta ma'lumot bor. Endi bu query'ni partition bo'lgan tablitsaga ishlatib ko'ramiz. 600 millisekundda juda ham tez ma'lumotlarni bizga olib kelib beryapti. Endi buni ham explain analiz qilib ko'ramiz. Ya'ni qaysi tablitsada ma'lumotlarni o'qimoqda. Ya'ni request logs 2025 taxtchisicha 10 tablitsadan o'qimoqda. Agar buni analiz qilayotgan vaqtimizda umumiy shart bermasdan, ya'ni partition bo'lgan kolumn bo'yicha shart bermasdan biz ma'lumotlarni olishga harakat qilsak, 13 ta tablitsadan ham ma'lumotlarni o'qishga harakat qiladi. Bu partition qilganimizda umuman foyda bermaydi. Endi sub partition bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz, example'larni. Bizda person tablitsa o'chirib tashladikmi? O'chirib tashlabmiz. Qo'yamiz. Ya'ni person tablitsa so'zat qilinyapti. Har bitta region bo'yicha list partition qilinyapti. Bu joyda ma'lumotlari o'z yoki KZ bo'ladigan bo'lsa Aziyaga va hokazo Yevropa, Amerika yoki Azirga tushadigan qilinyapti. Va har bitta tablitsalar range partition qilinyapti. Range partitionlar har bir yil uchun alohida yaratilib chiqilmoqda. Vizualni ko'rganda person tablitsada birinchi darajada 4 ta tablitsa bor. Umumiy yana ichkarida 4 tadan tablitsa so'zat qilindi. Ularga ma'lumotlar yozib ko'ramiz. Ma'lumotlar yozib ko'rsak, master tablitsada umumiy hamma ma'lumotlar ko'rinmoqda, lekin master tablitsa ma'lumotlarni umuman saqlamaydi o'zida. Endi select qilib ko'ramiz, ya'ni ham region bo'yicha partition qilingan bo'yicha shart va create date bo'yicha shart qo'yib ko'ramiz. Shart qo'ygan vaqtimizda umumiy ma'lumotlar
test chiqib keladi bizda va buni explain analiz qilsak qaysi tablitsadan o'qiyotganligini ko'rishimiz mumkin. Pearson Asia 2024 tablitsasida ma'lumotlarni o'qib kelyapti. Ya'ni bu applicationga, ya'ni dasturchilar ishlayotgan vaqtida hech narsa sezilmaydi. Ya'ni bu shart bo'lsa bu tablitsaga yoki bunday shart bo'lsa bu tablitsaga yo'naltir degan shartlar qo'shish shart emas. Buni hammasi baza urovenda bo'ladi. Boshqarish osonroq bo'ladi. Partition qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Qachon partition qilish kerak? Ya'ni qachon siz partitionga yetib kelasiz? Ya'ni siz kichkina masalan kunlik tashriflar, masalan kunlik yuzerlaringiz 10 mingta deylik va ular kiradi, qanaqadir newslarni o'qiydi va chiqib ketadi. Bunaqa tablitsalar, bunaqa proyektlarda katta tablitsa bo'lishi ehtimoligi kam. Ya'ni tablitsangiz bu rowlar soniga bog'liq emas, ya'ni tablitsa eniga ham kattarib ketishi mumkin, row ham kattarib ketishi mumkin. O'sha vaqtda u proyektni o'sha tablitsani fayldan o'qib olish uchun katta resurs ishlatadi va sekinlikka olib keladi. Rowlar soni masalan 100 milliondan ko'paydi va to'g'ri partition qilishingiz kerak uni. Ya'ni shartlar har doim ishlatiladigan kolumnlar bo'yicha siz partition qilishingiz kerak. Buni ya'ni noto'g'ri partition bu sizga juda partition qilinmagan holatdan ham oldingi yomon holatga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun partitionda o'ylab, ya'ni undan 1-2 yil o'shandan o'tkazgan odam partition qilgani yaxshiroq. Ya'ni balki indeksatsiya bilan hal qilish imkoni bordir, indeks bilan yoki boshqa narsalar bilan hal qilishda imkoni bo'lsa, u bilan hal qilish kerak. Ya'ni kichik tablitsalarda partition qilish tavsiya etilmaydi. Rahmat hammaga e'tibor uchun.